Oxirgi 1-2 yilda trendga chiqib ketgan bitta bema'ni gap borda, orzular orzuligicha qolmaydi. Orzular orzuligicha qoladi. Yurak urib tursa ham. Bunaqa balandparvoz, motivatsion, xom gaplarni qo'ying. Umrimizni yarmi xuddi bir kunda o'tib ketdi. Bu yog'i ham xuddi shunaqa o'tib ketsa kerak. Men bitta narsani tushundimki, oxir-oqibat hech narsaning ahamiyati qolmaydi. Shunchaki bu dunyodan bir kuni yo'q bo'lib qolasiz va biroz vaqt o'tib butkul unutilasiz. Ha, endi orzu ham qilib bo'lmaydimi? Nima zarari bor deyishlaringiz mumkin. Ha, zarari bor. Haddan tashqari chuqur orzu qilishni insonning ruhiyatiga salbiy ta'sirlari bor. Birinchidan, bizning deyarli hamma orzularimiz, hammamizning orzularimiz qolipga solinganday moddiyatga, moliyaga va mol dunyoga borib taqaladi. Bu narsa tabiiyki u dunyoga bo'lgan qiziqishni pasaytirib yuboradi, deyarli yo'q qilib yuboradi desak ham bo'ladi. Ikkinchidan, surunkali, noto'g'ri va ushalmas orzularni qilish odamni shu dunyoda yashashga bo'lgan qiziqishini ham so'ndirishi mumkin. Men bu narsani o'zimning ochiq tajribamdan kelib chiqib gapiryapman. Xo'p, nima qilish kerak desalaringiz, ya'ni qisqa muddatli plan bilan qilinsa bajarib bo'ladigan maqsadlarni qo'yib to'g'ri bo'lish kerak va ikkinchidan to'g'ri orzu qilishni o'rganish kerak.